Salam, hörmətli tordaşlar, naq meydandakı əziz mehmanlar, xuş gəlibsizlər. Köyçi bevas tarixi süpsi arqılıq diqqətinizdə buluyatqan Şinjan Erkamal Biopen Texnik şirkətininki uyuşturuşidagi Erkamali sağlamlıq şunda bulur yaramlıq temisidagi azadi söhbətimizə iştirak qilishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men riyosatchi Jo'shqin Juma. Mana bugun an'anaviy bayramimiz bo'lgan Chag'anninki 3-kunida chiroyli bir ahamiyatli suhbatimiz bilan sizlar bilan didorlashganligimizdan ko'p xursandman. Qimmatli vaqtini chiqarib bugungi chiroyli yig'ilishimizga, suhbatimizga daxil bo'lgan aziz mehmonlarimizni oldi bilan tanishtirib o'taylik. Ya'ni bugungi Erkamali sog'lomlik shunda bo'lur, yaramliq temisidagi suhbatninki bevosita ro'yxat chiqaruvchisi Erkamal Biopen Texnik şirketining qurg'uvchisi Abdusalom doktor qarshi olamiz. Şinjan Maliye İqtisat Taşösi Soda Sanat Başquruş Şöyenninki muavin profesörü, şundaqla Tor Soda Pəlləri doktoru Abdurrahman Abdug'ani muallim qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan İzden Karxana Başquruş Məsləhətçilik şirketining qurg'uvchisi, marketing tədqiqatçısı Muhammed Süleyman İzden muallim qarshi olamiz. Devletlik ikinci derece psikik məsləhətçi, xas özlük başlamçısı Ali Qurban muallim qarşı olamiz. Xoş mehmanlarımız, bayram buluvatıdı. Bu bayramda neymi söhbət uyuşturup ağandı dep oylavatkan buluş mümkün tordaşlarımız mı? Tağlarda oynaydı ikenimiz, bağlarda oynaydı ikenimiz. Belki bugün mana şundaq bir ahmiyetlik söhbətlərimiz bilen bayramımızga texmi məna bereləyimiz degen bir ümitdə devrimizdeki devirdaşlarımız tarafından itiraf kılıngan, özünün əcirlik əmgəkləri bilen hizmetlerde utuq qazanıvatqan muallimlerimiz bilen çıraylık özümüz hakkında bir paranda bulmakçımız. Xoş, gepimiz kelsek, hem töt er jığılsa kızın gepi deydiğen gepken, töt çokan jığılsa erinin gepi de. Bugün 5 er jığılıp özümüzün gepini qılmakçı. Yani hemimiz üçün ait mühim bolğan sağlamlık bulup mu? Şu erler sağlamlık hakkında biz üçün takaza buluvatqan temirlerimiz hakkında bir ortaklaşmakçı. Aldı bilen Abdusalam Şinjan Erkamal Biopen Texnik şirketi kurulğalı mana 6 yıl boptu. Mening bilishimda siz mushu sog'lomlik, ya'ni bulmuş erlar sog'lomlik haqida iznib kelyotgan 10 yilga yaqin vaqt o'tdi. Şirketni qurib, mushu Erkamal markasida har turdagi sog'lom mahsulotlarni sunib, xalqning iste'moliga erishtirib, natija qozong'ili 6 yil bo'libdi. Albatta bu jarayonda nurg'unlagan o'zingiz yosh bo'lsingizmi, tajribalarni to'pladingiz deb o'ylayman. Aldı bilen 6 yıllık musafirlarga mübarek olsun. Yaqında anlasam Ürümçi'de tarmak şirketini kurupsiz. Bu kademingizga mübarek eytimen. Sizninki mushu erlar sog'lomlik haqida mush sohaga kirib kelishingizga qandaq bir undash, qandaq bir taqozo sabab bo'lgan deb qaraysiz? Aldı bilen mushu bevosita taqishni ko'rayotgan barliq tordoshlar va mushu tövendeki barliq mehmonlarga mendan oliy ehtirom. Hazır Jo'shqinkimiz naytı vezillik, naytılık men oylandırgan bir sualını sordu deb qarayman. Endi men mushni qilyotgani hazır mush oliy maktab butagandan keyin 5 yil 6 yil qadam qo'ydimchu. Hem bu kasbga bo'lib men qiziqib mushu sohaga kirib qoldim degan chaqda men oliy maktabga yangi kirgan vaqtda asli men bu doktorlikqa qiziqmaydim-chu asli. Shu dadam sen mush kasbni o'qi deblam, shu buyruqni qilgan shunlar o'qib bek qiziqib bo'lmadim. Shundan oliy maktab yeng kirgan vaqtida bir qitimliq ish menga ta'sir qildi. Nima degan chaqda oliy maktabning yangi baga vaqtlarimda o'zim bilmayman. Menda bir xil normal ahvol ko'rildi, badanim salomatlik jihatdan. Masalan, shu kichik daratni bir taraf qilolmaydigan, ba'zi qiynaladigan, hatto bir soatlik dars to'shqicha ne chiqdi mash chinqilib hojatga chiqolmaydigan, hatto shu chog'da men mushtab bo'lib qolgandan bir putum sunib ketsa ya bir so'qiruvcha bo'lib qolgan bo'lsam, operatsiya ochib qolgan bo'lsam, bir boshqaligim ishni diyalab bir davolash yoki boshqa ruxsat so'rab qila olaydim deb o'zimga ta'sir ko'rsatdi. Shuning bilan keyincha shu an'anaviy tibobatning ba'zi bir retseptlari, ba'zi bir usullari orqali chora qilib baqdim o'zim boshqalik deyishdan xijil bo'lgan ekan. Qilib baqsam astasa bu alomatlarni yengillab o'zim bir xil saqaygandek bo'ldim. Shuning bilan to'xta bu an'anaviy tibobatmish, jonli tibobat qatorliq mushu davolash usullarining bir ilmiy qiymati bor ekan. Bu bir bedendagi masalani hal qila oladigan deydigan bir xil ang shakllandi.
Şunlar asta bu sahaga qiziqish paydo bo'ldi menda. İzlenip özüm kitapxonada bazı materiallarni ko'rdim, ustozlardan so'radim bir jarayonda. Men material ko'rish jarayoni nimani his qilmagan chaqda birinchidan shu butkul dunyo bo'yicha erlarningki o'ttirchi umri ayollarniki vaqan chaqda 2 yildan 5 yilgacha ba'zi taraqqiy qilmagan rayonlarda bo'lsa 7 yoshdan hatto 10 yoshgacha shu erlarning umri qisqaroq bo'ldi ekan. Bidalayligimizni ko'maydigan. Shuning bilan bu bir ta'sir qildi. Uningdan keyin yana ba'zi material paranglish jarayonida shu ayollarniki ajrashib ketish masalasimi asosliq yadroliq sabab, yadroliq omildan birisi ayollik turmushining suftining yaxshi bo'lmasligi shuning ta'sir ko'rsatdi. Shuning bilan buning barbara kirishdim, oliy maktabni bitirdim. Uningdan keyin özüm bir egilik tiklash o'yidamış erlar sog'lomligi degan shu sohada men bir egilik tiklab bir boshqalarning bir masalasini hal qiladigan bir odamga aylanay deb kichikdan boshladim. Dastlab jamiyat qadam qo'yib egilik tiklash jarayonida meningki his qilganim biz mayli qaysi savdo, qaysi sohada nima ish qilaylik, cho'qim biz yashayotgan muhitimizga moslashib, shu yerdagi siyosat ba'zi bir o'rlashtirishlarga cho'qim şunun yo'linish bo'yicha chiqqanchig'imizda yo'limiz texmi dag'dam texmi ravon bo'ldi ekan. Shuning bilan men mush erlar sog'lomligi yoki shu oilaning baxti bo'lgan erlarni texmi sog'lom qilgan ishni qilsam, bundan keyingi istiqbol qanday bo'ldi degan to'g'risida men o'ylandim. O'ylanib, shu davlatimizningki sog'lom jungo qurish, shundaqla shu jongi tibobati orqali shu xalqning sog'lomligini, har millat xalqining sog'lomligini yuqori ko'tarishda iborat mush ovozga men chaqirqa ovoz qo'sha olay ekanman. Mush Erkamal degan shirkatni qurib, mush orqali men texmi ko'p kishilarningki sog'lom bo'lishiga bir asos yaratib ekanman. Mayli ijtimoiy qimmati, mayli buningki taraqqiyot yo'nalish jihatimi, nayt bir yaxshi fursatni tutib, boshqalarning bir mush jihatdagi masalasini hal qildi ekanman. Yig'ib kelsak, mush kishi sog'lom bo'lsa, bu erlar oilaning turik mazmut bijirim bo'lsa, aile mustahkam bo'ldi ekan, aile mustahkam bo'lgan chaqda texim baxtli bo'ldi ekan, baxtlik oiladan bir baxtlik nayti muqim sijil taraqqiy qilgan bir jamiyat barpo bo'ldi ekan. Mushni bir xulosalab shu 5 yil oldida mushni boshlaganda shu ideya bilan mangan, hozir shu ideya bilan mangotman. Bundan keyin mush ideya bilan davomli ma'muriyatga o'yin bor. Ay rahmat. Abdusalomninki bayonlardan haqiqatan bu sohaga atlanışdaki baş maqsad aniqki. Bu sizning da shu hayotingizki, shu bir badaningizda ko'rilgan benormallik, bu taqozoni o'zingizga Uyg'ur tibobat o'qibsiz. Demak, tibbiy asosingiz bilan mush sohaga bir ilmiy pozitsiya bilan kiralabsiz. Albatta, yuqori nazar bilan planlangan bu arzu 6 yillik musofirni besib ketdi. Erlarninki muhimligi rost, jamiyatning to'rigi, aileninki pasibani deymiz. Erlarning sog'lomligi haqiqatan jamiyatninki umumiy sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bu yerda erlar ayollar emas, butun insoniyat uchun sog'lomlik muhim. Hamma yerda biz shuni to'g'rilayapmiz, cho'qon silyapmiz, lekin buni qanday ijro qilish, hayotimizga qanday tatbiqlash, bu nihoyatda cho'ng bir tema deb o'ylayman. To'g'ri. Hozir mahsulotlaringiz qanchalik yetdi? Hozirgi bizning shirkat qarmoqdagi mahsulot 20 xilga yaqin. Undan boshqa shu tarmoq shirkat Şinjanning har qaysi joylarda hozir 5 o'ringa yetdi. 5 o'ringa yetdi. 5 o'rinda hozir tarmoq shirkat bor. Qaysi qayerda? Urumchi, Qashqar, Xotan, Yingsar, Atush. Asoslig'i shu erlar sog'lomligini nuqta qilib menyotsizlar shundaqmi? Bizningki asos tutib menayotgan tur şu erlerdeki bedende özde alayda bir alamet yoki alayda bir teşkilse çıkadigan mesele yok. Lekin ruhiy, psixika, ondan bazı bir tushunchalarniki yetarlik bo'lmasligi, ondan umum bedenniki bir sapasi tushib ketganlik sababdan bo'ladigan ba'zi bir chekinish masalalariga qarata biz jongi tibobatniki ilg'or mush taraflarni kutinish, oldin olish tarafidagi ba'zi bir ilg'or taraflari orqali o'zimizniki 20 xil mahsulotni yana birisiga shu ruhiy psixik jihatdan oldin olishni asos qilgan xarakterda shu erlar sog'lomligini asl keltirish markazi shu holatda taraqqiy qilyapmiz. Bu nihoyatda bir cho'ng bo'shliqni tutibsiz deb o'yladim.
Hem de hazır şehirliş tez surette umumlaştı. Ritimning tezleşiga ergishib, erlarga bo'lgan besim, charchash o'zimiz sezmagan holda turmushimizga bosib kirdi. Bu jihatda hamda bizningki mayli pozitsiya, harakat izchilligi, turmush odati jihatda bir ilmiy holatni shakllantirish muhim deb o'ylayman. Balkim bu jihatda sizning o'zingiz xos qarashlaringiz bo'lishi mumkin. To'g'ri. Hamda Abdurahmon muallim o'tiribdi. Abdurahmon muallim hozir hamda nurg'unlagan iyilik tikilgichaga yetakchilik qilish jarayonida balki mana shu Abduslamga o'xshash yoshlarni ko'p uchratishingiz aniq. Mening bilishimda siz yaxshi aql yetakchisi bo'lib kelyapsiz. Shu Abduslamningki o'z sohasi bo'yicha tutgan pozitsiyasi va harakat izchilligi qaysi tarafda bakroq gavdildi deb qaraysiz? Bo'ldi. Nəhayət yaxşı bir saat oldu. Aldı bilan mush ekran orqali bugungi bevosita tarixchini ko'rayotgan barcha do'stlarga yangi yillik salomni yo'llayman. Yangi yillarga muborak bo'lsin. Endi bugun Erkamal şirketininki 6 yilligining tabriklab o'tiribdimiz. Bu 6 yil degan san oson emas. Bir balni tug'ib 6 yil beqib cho'ng oson emas. Hamda atrofimizga haqiqatan atrofimizga qaraydigan bo'lsak, bo'lib chambarak qarasak, hozir nima ko'p mark ko'p, nima ko'p mahsulot ko'p. Davrning taraqqiyoti bo'lib, siyosatning yaxshilashi bilan asosan 2000 ko'p pul odamni shirkat qura oladigan bo'ldi. Lekin bu yerda bir nihoyat amaliy bo'lgan bir sonliq bo'lyapti. U bo'lsa-mu, rayonimiz korxonchiligining o'ttir ömri 2 yil bo'lmayotdi. Buni degan gap, bir shirkat qurildi, o'ttir hisobi 2 yil ichida yo'qolib ketyapti. Nurg'unlagan kishilar men lider deb ataldi ekan, va yoki bo'lmasa shirkat qursam, masalan, chiqasamlam, men shirkat taraqqiyotida pul topolmaydigan deb xato tuyg'u bo'lganlik sababidan bizda shirkat qurib taraqqiy qilayotganlarning soni oz bo'lyapti. Endi Abdusalamjon mana hozir o'zininki mishqi bu sohaga kirib qolganligidan iborat bu sababini biz dedi. Endi Abdusalamjon menga biz tunishga 2 yildan oshdi, 3 yilga yaqin bo'libdi. Bu jarayon menga ko'rsatgan ta'sir nima? Men bu shirkatga maslahatchi bo'lyapman. Bu jarayon menga ko'rsatgan ta'sir nada? Bir korxonchi nimaga o'xshaydi? Bir korxonchi nimaga o'xshaydi? Bir dehqonchilik o'xshaydi. Dehqonchilik sizda bir yaxshi urug' bo'lish kerak, yaxshi bir tuproq bo'lish kerak. Eng muhimi shu yaxshi urug'ni parvarish qiladigan bir bog'bon, bir dehqon bo'lish kerak. Sizda yaxshi urug' bo'lsa-mu, yaxshi tuproq tikmisangiz va yoki yaxshi urug', yaxshi tuproq bo'lsa-mu, yaxshi bir bog'bon bo'lmagan joyda bu yerda yaxshi meva bermaydi. Bizning korxonchiligimizning umrining uzun bo'lganma sabab yoki urug' yaxshi emas, yoki tuproq yaxshi emas. Urug' tuproq yaxshi bo'lsa-mu, bizdagi shu parvarish qiladigan bog'bon yoki dehqon yaxshi emas. O'zining bilim saviyasi shuni parvarish qilishga yetmayapti. Abdusalamjon o'zi demak bu yerda o'zi mushsada o'qigan, kasbiy sohada mushsada o'qib 6 yillik to'liq kurs bitirib bo'lgandan keyin o'zininki orzusi bilan korxonchilikka qadam bosdi. Hamda bu shirkatda Abdusalamjonga men 3 jihatga alohidligini bayqadim. Birinchisi, har vaqt o'rganish oldi turib. Men o'zim bir doktor. Doktorluqdan bir vaqtda men cho'qim korxona boshqa yurganimsan bo'lmaydi ekan. Men kasbiy jihat har qaysi jihatlarda o'zimni bir masala hal qila oladigan odamga aylantira olgan chig'imda andigan taraqqiy qila olaman deb o'tirdim. Demak, men birinchi ortiqchiligi yana o'rganishni bir jo'rin qo'yib o'tirdim. Biz dunyo taraqqiy qilgan har qanday odam qarab boqaylik, natija qozongan odamlarni o'rtaga olaydirki, o'rganishni bir jo'rin qo'yganlar. O'rganish maqsad nima? Nurg'unlar ma'lum o'rgansa nurg'un natija qilg'inlandiradi. Natoyin o'rgangan odamning hammasi natija chiqara olsa natoyin. Lekin o'rganish bizga o'zimiz o'ylab boqmagan mumkinchiliklarni akillalish mumkin. Biz shu mumkin uchun tirishchilik ko'rsatganmiz. Qilmasak, mana bir gap borkan, men aytib yaxshi ko'rdigan. Har qanday tirishchilik natija akillalish natoyin. Lekin har qanday bir natija cho'qim tirishchilikdan keldi. Mana Abdusalamjon o'zininki o'rganish qilayotgan muammasi bilan 6 yillik bir markani barliq keltira oldi. Ikkinchisi, hamkorlik. Endi bu yerda dastlabda boshqa bir markani chiqardi, hamkorlik shu bir vaqt. Undan keyin yana Erkamaldan chiqardi. Erkamalda hozir dedi 6 yada ekan qo'y. 5 yada o'zininki hamkorlik qilgan do'konlarni ochdi. Bizda yolg'iz egilik tayyorlangan nurg'un. Dunyoning taraqqiyot qilgan har qanday shirkat qaraydigan bo'lsak, bir odamning shirkatining taraqqiyot qilganini ko'rib boqmadik. Bizda bu yerda hamkorlik shakllangan joyda hamkorlik maqsad nima? Hargiz kuchni kuchaytirish emas, balki o'zaro o'rganish. Hamkorlik to'y qilgan o'xshaydi deydi. Demak, o'zaro o'rganib bu yerda o'rganish orqali o'zaro to'liqlaymiz. To'liqlash orqali bu yerda asli yaxshi bo'lgan bu urug'ni texnik yaxshi meva beradigan holatda parvarish qilib chiqarg'ili bo'ldi. Uchinchisi, Abdusalamjonning o'ziga bo'lgan ishonchi. Bu ishonchi ilm olimlar so'zlaydi balkim. Ishonchi bu har qanday mayli biz qancha iqtidorli bo'lib ketaylik, men qila olmayman degan bir nuqta bo'lmagan chog'da biz taraqqiy qila olmaydi ekanmiz va bir ishni bilmagan chog'da taraqqiy qila olmaydi ekanmiz. Burunqi davr ilib davrida biz ilib beradi. Hozirgi davr ba ilib davri. Bagan chig'imizni ola olamiz. Abdusalamjon bu 2 yil bir to'xtam bir vaturu. Nadi bir vaturu? Chambaraklarda bir vaturu, doyinni bir vaturu va yoqomisi o'zininki musha shipping xodi bir vaturu. O'zining bilganlarini to'xtam boshqa yetkazib vaturu. O'zining bilish doirasida butkul to'xtam boshqalarga bilim so'zli vaturu. Bu orqali boshqa nafbari eng oxiri o'zi tunildi. Hozirgi markalar burunqi marka o'xshamaydi. Burun biz markani tunutsak bo'ladi. Marka tunilib, qurg'ish tunilmasin bo'ladi. Lekin hozir
marka qaraganda şu şirketni kim qipti? Bu texim uyumurg'at. Çünkü hozirgi davrda ishonch bir o'ng'in turib o'tir. Demak, 3 jihatda menimcha bu Erkamal shirkatining taraqqiyotiga men nihoyat yuqori baho beraman. Bundan keyin taraqqiyotiga. Rahmat. Nihoyat yaxshi baholar bo'ldi. Albatta bugun Erkamalni markaz qilgan holda o'zimizningki sog'lomlik haqida keng kushada suhbatda bo'lmoqchimiz. Bugun bayram. Hammamiz akak shunga ichilib yeyilib paranglarimiz bo'ladi deb o'ylayman. Abdusalom, men bu do'yillarda uchratgan, o'zingizmi qamlashgan bir yigit. Hesapta endi erlar sog'lomligi deganda bizda bir diringda bir sezgur bir tuyg'u paydo bo'ladi. Hem bunu cemiyet a'zolariga nisbatan qandaq ravishda yetkazish, qandaq umumlashtirish, bu mu bizga bir metod talab qiladi. Sizning ba'zi chiqargan videolaringizdan men aytib bir ommabop, yiqishliq, turmushga yaqin bir mazmunlarni ko'raman. Endi siz mush erlar sog'lomligida hozir biz saqlanayotgan cho'ng jihatdagi yetersizliklar qaysi deb qaraysiz? Mushni bir o'rtoqlashib baqsaq. Bo'ldi. Bu nihoyat bir yaxshi, men demoqchi bo'lgan bir savol so'raldi deb qarayman. Men shu 5 yil jarayonida o'zim shu tuvandan boshlagancha ishni. Asl Urumchida boshlaydi, bu yuqoridan tushib ketsam bek tushib ketib qolmay, shu tuvanda o'zimning yurtidan boshlaydi, boshlab hozir herhalde o'zimningki atrofimga nisbatan az to'la kasbdoshlarning az to'la e'tirofga erishdim deb qarayman. Mush 2 yil jarayonida men shu 5-chi davrninki qadam qo'yish bilan birga mush qisqa film davri qanday taraqqiy qildi. Men shu erlar sog'lomligi yoki mush fanni umumlashtirish jihatdan nurg'a izlandim. Hatto ba'zan yangi ishlagan chog'larimda bir filmim ming qitim ko'ribdikincha shu chog'da qattiq hayajonlanib kecha uxlayolmagan. Mening bir filmimni ming odam ko'ribdi deb. Hozir hamda asta-asta mangdoq bir ishni qilib bo'lib mükemmelleşmeydi ekanmiz, qilish jarayoni mükemmellashib pishib bitildi ekanmiz. Men shuni to'nib yetdim. Boshda qamlashgan bo'ldi, qamlashgan bo'ldi. Qanday bo'lsin, yenilam mush jihatdan nurg'ulgan kishilarningki bilimning yetarsiz ekanligi. Yetarsiz bo'lgan ustiga bu bir xil yipiq holatda deyilmay kelib mushu to'y qilib bo'lib yoki to'yning oldikanda nurg'ulgan yoshlarda bir xil ikkilanish. Buning qarta bir tushuncha mujmal. Cho'ngildan so'raydisə xijli oldigan. Başqıldan so'raydisə o'limi taqib bilmagan. Mushqil hali shakllangandan men to'xtam mushni cho'qim bir so'zlasam boshqalar mushni bilsa, cho'qim bilmasa olmaydi ekan degan bir tushuncha olib, shu maqsadlam so'zlagancha men. So'zildim, bayam Abdurahmon muallim degandek biz avval boshqalarga ba'sak, boshqalda yondikincha. Shuni his qildim. Shunga so'zlash jarayonida bu bir xil sezgur tim bo'lgan ekan, bak ochiq desak, bak yipiq desak boshqa buni tushunmaydi. Shunga men eli mashinaga o'xshatib baqdim, eli araga o'xshatib baqdim, eli bir narsa chaqib qilib, ashta qilib, kichiklar ko'rsa buni bir mashina so'zlatibdi yo bir velosiped so'zlatib deydigan, cho'nglar yoki mushtiatdan balog'atga yetgan yoshlar cho'nglar anglagandan keyin bu asli manda gapkin deb shuni qabul qila oladigan shu xil bir uslubni o'zim tepib chiqdim va bu orqali mush jihatdan 2 yil jarayonida eng ko'p ko'rilgan bir dona qisqa film 2 milliondan oshdi. Eng qisqa odatda eng oz ko'rilgan hozir bir 100 ming atrofida ko'rildi bir qisqa film. Demak ham 2 yil jarayonida taxminan 1500 dan ortiqroq qisqa film ishlabdim. Hammasi shu fanni umumlashtirish, erlar sog'lomligiga oid film bo'ldi. Bu jarayonda o'zimningki tajribasi bo'lish doiram ishlan birga boshqalarga ham mushtiatdan az to'la bir bilim yetkazdim deb qarayman. Demak, hozir yana bizning kishilarimizda mush ideya jihatda, to'nish jihatda to'ldirilgan bo'shliq ko'p deb qaraydi ekansizda. To'g'ri, to'g'ri. Bayamqa savolga kelib kelsak, endi asos saqlanayotgan masala ko'pincha kishilar shu erlar hamda o'zini mangu kuchli chaqilmaydi ekanmiz-ku. Ayollarimizni mangu go'zal chaqilmaydi ekan. Buni izdan ma'lum aytgan so'z shu naytda esimda qoldi. Şu bu nay to'g'ri aytilgan so'zcha har qancha normal erlarmi texmi normal bo'lishni, texmi bir kuchli bo'lishni o'ylaydi ekanmiz. Lekin bu kuchlikni, bu sog'lomlikni o'zimizdan izlamay ma'lum bir mas'uliyat yoki ma'lum bir doktor yoki ma'lum bir doktorxonada izlaydi ekancha ko'pincha kishilar. Yoki ma'lum mush narsani yesam men mush orqali kuchli bo'laman. Yoki men ma'lum bir ishni qilsam shu orqali kuchliman deb qaraydi ekan. Amaliyotda bu erlar sog'lomligi mush umum badanninki sog'lomligining bir ko'rsatmasicha.
Şuna ruhiyetimiz, bedenimiz, onun kimmiş ayal bilen bo'lgan tushunchimiz, ilmiy bo'lgan jinsiyat qarashlarimiz umum şu bir yerga jug'langandan keyin undan keyin şu odam haqiqiy sog'lom bo'ldi ekan. Bu birinchi his qilganim. Ikkinchi his qilganim mush erlar o'ziniki kasbiy jihatdan, o'zining qilayotgan kasbidan qanchalik natija qozonsa, qanchalik futuq qozongan sira o'ziga bo'lgan ishonch tashiydi ekan. Odamda o'ziga bo'lgan ishonch qancha oshgan sira shuncha sog'lom mush eriyalik turmuşdan tutmuş şuncha yaxshi bo'ldi ekan. Mening ikkinchi xulosalangan nuqtam mush bo'ldi. Shunga gapingizga bir gap kelyapti. Kasb erlarning obraz ayollarning kasbi deydigan. Demak, kasb orqali erlar o'z obrazini tiklashi nihoyatda uyg'un odamning intilishida. Şun muşu bevosita qitish munosabati bilan barliq to'rdoshlarga mush tuvandagi bizning mehmonlarga deydiganim erlar haqiqiy sog'lomlikni hergiz ma'lum bir mas'uliyat yoki ma'lum bir doktor yoki ma'lum bir ko'z qarashdan emas, o'zimizning o'zimizga bo'lgan ishonchdan, o'zimizning bedenini tonish, o'zimizni e'tirof qilish mushundan keldi ekan. Shunga ko'pincha o'zimizni kuchlantirish uchun shu har xil quvvatlaydigan narsalar emas, o'zimizning kasbi qilayotgan ishimizni o'zimizni kuchlantirsak, o'zimiz kuchlanish bilan birga sog'lomligimiz ham kuchlandi, reallik turmushimizning subtimi texmi yaxshi bo'ldi. Rahmat, nihoyat yaxshi bir ideyani o'tirib qo'ydingiz. Demak, sog'lomlik jismoniy sog'lomlik bilan ruhiy sog'lomlik birlashganda haqiqiy ma'nosini topadi. Bu sog'lom deganda bo'pmi odat, turmush odati nihoyat muhim deb qarayman men. Masalan, bo'libmi bizning an'anaviy qarashimizda nihoyat kuchli ichsak, quvvatli bo'ladi. Erkak degan munda bo'ladi, quruqtaga o'rtolmaydi degandek an'anaviy qarashning asorati tixayligicha bor. Yana endi hozirgi yemak-ichmak odatimizning o'zgarishida ochiq yemek adeti tez umumlaştı. Bu şekilde özünüzün bir kararını anlap bakaydı. Mandaço bu açık narsa degan chaqda ko'pincha bizning men his qilgan yoki jamiyatda açık narsa, so'g'oq narsa erlarga bir xil ojizlashtirdi, badani chekindirdi deb qaraychi. Yana hamma narsa normal bo'lgan yaxshi. Odatda odamning mijozimi to'rt xil bo'ladi. Quruq issiq o'li issiq deymiz. Shuning qarta o'zining mizoji qarta oziqlansa bo'ldi. Hamda noqqul cho'qim ochiq narsa emas lozim, cho'qim tatliq narsa emas lozim emas. O'ziga munosib holda o'zining mijoziga mos holatda oziqlangani, g'izolangani eng yaxshi deb qarayman. Lekin mush ochiq narsalar normal kishilar yesak, tibbiy jihatdan qonni qizdirib oshqozonning xizmatini yaxshilaydi. Lekin badanda har xil yollig'i bor yoki kasallik alametleri bor holasida yanlam açık narsadan saqlangani yaxshi. Chunki açık narsa shu yollig'ini, badandagi ba'zi bir alomatlarni texim ig'irlashtirib o'tishi mumkin. Demak, miqdor eshib ketgan chog'da o cho'qim masala paydo qiladi. To'g'ri. Rahmat. Xo'sh, bugun hamda Ali ma'lum o'ltiribdi, izda ma'lum o'ltiribdi. Ali ma'lumning shuna bir gapi bor. Yaxshi odat hamroh bo'lmaganda sana yomon odat hamroh bo'lib mangadi degan gap. Ali ma'lum mana omdalda turibdi, men ko'rgandan boshlab cho'ng o'zgarish yo'q. Buningda bir ajoyib zo'r izchillik bor deb qarayman. Hozir sel semirib, jiq iskatlik bo'lib ketdi. Mo'shu turmush odati to'g'riliq bir Ali ma'lum tatlab baqsa qanday bo'lar? Qanda bir izchillik hozirgacha Ali ma'lumning o'zgarmaymişda bir xas holatda turishingiz sabab bo'layotganda men qiziqib qolaman. Hamda har qanday bir odamda, insoniyatda azob bo'ladi. Azap. Ama bu azap degen gapning azap degan zot nima deganda azap birsi shu o'zini kamsiz tuyg'usi. Yani birsi gunohkorlik tuyg'usi. Yani birsi qo'rqinish. Qo'shilgan yolg'izlik, qo'shilgan umidsizlik. Shu 5 tarkib birlashgan vaqtda odam azap ichida yashagan bo'ldi. Hem bununla ümidsizlik ketilip ketkenlik için adam barbir men bu azapdan qutlanmayman deydigan bir xil tuyg'u bo'lg'achqa adam o'zini o'zgartib, o'zining shu turayotgan muhiti yoki turayotgan bir xillarga altini, taqdirini, mayli kichik munosabatlik bo'lsin yoki iqtisodiy taqdiri bo'lsin yoki to'y taqdiri bo'lsin, ashundan qutulishga ko'z yetmagan bir holatda bo'lg'achqa bu xil odamlar tabiiylar bu azob ichida
turlik tuman bir nachar odat intildirib oldi. Bayatın o'yinimiz dedi açık endaq ziyonliq narsalar ziyon qildi amaliyotda odamlar bu xillik badanga foydasiz narsalarni yeganlik uchun badan ojizlaydi emas. Asli odamning badan ojizlaganda oshundoq narsani talab qilib turib oldi odam badani. Odam badani ojizlagan sari ziyonliq narsalarni talab qildi. Masalan, semiz odam. Bu semiz odamning ko'ngli tatliq narsa talab qilib turib oldi. U herkes tatliq narsani yeb simirib ketmaydi. Ashundan badani tatliq narsani talab qilib turib oldi. Ash xohlaydi. Ya'ni bundash aytganda semiz odam texmi samirdigan bir odatga xumo bo'ldi degan gap. Shunga odamdagi bu xil azobni insonlarning mudofaa mexanizmi shakllanib har xil bir taraf qildi odamlar. Bu qandoq bir taraf qildi deganda odamlarning bu ichki dunyosidagi bu azobni bir taraf qilish usullarining hammasi bayatın siz degandek nachar odat bo'lib shakllangan. Bu qandoq odatlar deganda masalan mana bu nang ichsam ochiq ketsa men bu ochiq azob vakillik qilsam men buni ichish uchun cho'qim buningga shikar solaman. Ama bu men sağan şike bu açıkni yo'q qilib etmaydi. Faqat açıqdan kuchliq bo'lib ketgachkila men ishkiliz tanishchiman. Amma mening tilimga tigidigini miqdori ko'proq bo'lgan açık bo'ldi xolos. Voy, tattiq bo'ldi xolos. Amma açık yo'qolib ketmaydi. Buning shikasiz açık bir ya g'oyiblab ketamdi, g'oyiblab ketmaydi. U bor narsa. Shu odam bu azobni his qilmaslik uchun, ma'zu qilish uchun, yo'qtish uchun emas, saqiy uchun emas. Fakat onu his qilmaslik uchun xuddi men ochiq bir suvga tattiq shikar silib ichib etgandek odamlar hayotida bu azobdan iborat ochiq bir ta'mni cho'qim ma'zu qilish to'g'ri keldi. Bir narsa xumovlash to'g'ri keldi. Bu xumovlatgan narsa dal bizda aytgan nachar odat. U balkim modda xumo bo'lishi mumkin. Modda deganimiz spirt deymiz, tamaki deymiz, zaharli ichimlik deymiz. Endi psixologiyada masalan to'xtamay do'yin ko'radigan ishni nima deb qaraymiz deganda dunyodagi eng qisqa, eng unumlik, eng azon retseptsiz jeton yo'q. Og'riq to'xtatish dorisi deb ataymiz. Demak, sening do'yin o'yinin og'riq bu intan unumitiz buning. Nimasi bayatında deyotgan ochiqni bu naytda jeton qildi. Bu jeton degan nima? Og'riq to'xtatish deganning o'zi sening og'riqingni yo'q qilib etganlik emas. Faqat nimasi og'riqingni sen his qildingmi degan gap. Unutildirdi. His qildingmi degan gap. Endi nima ish bo'ladi? Endi odam endi men nada bo'lsa xuddi shikarga muhtoj bo'lgandek o'zining bu xil bearam azobini ma'zu qilishga muhtoj bo'lgan narsani orlanmaydi. Buning 100% xumoqlar qoldi. Neticede bazılar to'xtamay o'zi ziyonli ekanligini biladi. Biz mi bilamiz, u mu biladi? Ammo biz unga nasab qilsak, u mumkin emas, o'zgarmaydi. Nimishqa? Chunki u uning ziyonligini o'zim biladi. Ammo bu ziyonlik deb qaragan narsani qilmasa, u orqali o'zini narkozlayotgan bearamlik ochiq uningga besib keldi degan gap. Shu bu xuddi bir ses ko'lga bir ses turib oldi, chiqmay turib oldi. Biz uni to'xtamay nasihat qilamiz, chiqet bu ses ko'lda tursan olmaydi dedik. Bizning ko'zimiz ses ko'lda turayotganini ko'rdik. Ammo biz texim jiroqdan qarasak, bu ko'lning atrofida oyoq bir tal bo'ra, oyoqda bir tal shir, oyoqda bir jilan, oyoqda bir ish turish mumkin. U ses ko'ldan chiqisi bor, ammo chiqay desa oyoq chiqay desa shir bor, oyoq chiqay yo'l bor. Biz onu ko'rmaymiz. Shu bir odam o'zining nachar odatlarini shunda tashlag'isi bor. Dunyoda hech kim o'ziga ziyonkashlik qilg'isi yo'q. Hamma odamning uzun umr ko'rgisi bor, hamma odamning sog'lom bo'lg'isi bor. Ammo chu desa, u o'zining sog'lomligiga ta'sir qilgan u ishlardan nemish qo'l uzanmaydi deganda, chunki ashning ma'lum darajada foydasi bor. Nim foydasi bor deganda, jeton yo'q. Og'riq to'xtatish doğrusluq foydasi bor. Bu shu sababdan bizning ko'zimizga, hatto o'zigimi ziyonli qilayotgan nurg'un nachar odatlarni tashlanmaydi degan gap. Masalan, anonizm. Odamda kunjugan shu qo'rqish bilan masalan finnu g'azab ochiq kuchib ketib balliqida bo'ldi bu. Buni foshiya qilinmaganda
adamның yuanshi iptidai fanyu şitinsi var. İptidai degenimiz tuğma adamның fanyu şitinsi var. Bu kadar müdafiə sistemisi degende bu kuncu bilen açık küçük eken vakta adamның şin yüz küçük ediyor. Şin yüz mesela cinsi havuz küçük ediyor. Humavla kaldaşlanğa. Şu an nurgun ananızım kıldırgan balalarının əməliyyəti içki roy dünyası karşısında qandaq buldu degende men bayatın degen azapdan kuruşturdum boğan korkuş ve açık bir xil sağlam usuldılık ne bulanmagan vakta bunu adam kötürenmeydi de onu. Bunun sığın bulundu da. Kötürenmegendikin bizning iptidai bedenin iptidai müdafiə mexanizminden birisi boğan şingi cinsi havas küçük ediyor. Hem de o küçük. Onu qandaq bir taraf qildi degende analizm orqali bir taraf qildi. Endi bu yerdik analizmdan iborat hareketning o'zi bir normal hareket bo'lgan bilan bu hareketni o'zining bearamligini hal qiladigan bir qurolga aylantirib olish bu hareketni ig'ir darajada o'ziga ziyonli bir narsaga aylantirib qo'ydi. Masalan, tamoq yeymiz. Bu normal ish. Tamoq yeyish normal ish. Ammo nurg'un odam tamoq yeyishni og'riq to'xtatishni bir doğrusu qilib oldi. Bir yaram bo'lgan tamoq yeyib boshi boying degan shu. Buning zahar chekkan bilan hech qanday farq bo'lmaydi. Shunga tamoq yeyishni iborat bu sog'lom harakat borgan sari og'riq to'xtatadigan bir og'riq to'xtatadigan bir narsaga aylanib qolgan vaqtda buni miqdori haddan ziyod eshkitgan gap. Eng oxirida anonda ekan demak harakatning hammasi yana shu ro'yatga bog'liqlik bo'ldi degan gap. 100%. Masalan, birisinin 8'ge ketken bolsa, 8'ge ketdi onu. Onun kallısıga o bir neydi başka hiç kelmeydi. O hakan tırışımı güzel narsalarni o'ylash mümkün emas. Bir 8'ge ketken adam da oturab güzel bağçılarni o hergiz mundaq qildar. Abdusani o'z vaqtida 8 kelib ketgandek. Mo ha 8'ge ketdi onun dayasimi qo'lga chimaydi. Dadasimi ko'zi ko'rinmay hech nim kallık ya. Faqat nimasi u birni. To'g'ri. Uber'nin normal şaraytasız biz en oylamaydıgan ya. Dünyada biz Uber'nin oylamaymiz. Demiş kalsa yani bir sesçilik var. Ama sigimiz gelgende Uber'nin başka hiç nemin oylayamayız. Adam bedendeki bu nınlayanla xuddi suyduk okşaş peyda bolganda adam mingisinin güzel narsalarni oylashi mümkün emas. O çoğumlu pasif narsalarni oylaydi. Bu pasif narsalarga qarshi nurg'un harakatlarni qildi, nurg'un tanishlarni qildi, ammo mag'lub bo'ldi. 100% mag'lub bo'ldi. Chunki bu yerdagi masala xiyolda emas, xiyolni shakllantirib atgan suydukda. Shu suydukni siyib chiqarib etganda andın onun kallasida uburni deydigan bir o'ylash xolamaydigan bir ya yo'qab andın onun kallasiga ya dadasi keldi, ya balasi keldi, ya uxlash keldi degan gap. Shunga bayatın kim shunaq yaxshi dedi. Erlerdeki bu cinsiyet to'g'risida har qanday bir masala tipik psixik masala amaliyotda. Shunga buningga qalaymagan doğru yegensiri uning amaliyotda jinsiy iqtidori shuncha ojizlar ketadi. Ama insanlar eng cho'ng ojizligi nima deganda, eng cho'ng ojizligi azaldan jiroqni ko'rar olmaydi odam degan. Har qanday narsani vaqtincha bo'lsa-mu bir taraf qilishni o'ylaydi. Shunga vaqtinchalik qilish eng oxiri bu vaqtinchalik qilish usullari yomon odat bo'lib shakllanib nurg'un narsaga ta'sir qiladigan gap. Endi bu bo'ldi men lam so'zlayvermay. Alloh so'zlang. Arlar. Yaxshi paranglar bo'lyapti. Bunda aytgan chog'da endi demak shaxsan hammamiz bir shaxs hayotimizda. Sizningki turmush odatingizdagi o'zingiz amal qildigan mushu nima bir anglab boqamiz bor. Endi men turmush odatimda men uchun bekchiq narsalar muhim emas. Nurg'un odamlar uchun muhim bo'lgan bek ko'p narsalar men uchun hech qanday muhim emas. Masalan, men uyimda o'birnilar to'slab qolsa yoki chiroqlar buzilib qolsa, bu men uchun bir hech qanday bir muhim emas bir ishlarning ishi kirdi. Men o'ng'ishmaslik degan narsani o'ylabmi yurmayman. Yoki bo'lmasa bizning uyda o'tganda sapa almashtirman deb aylim. Yengin olmay turiblam, uni birisiga berib etgan. Sapasiz 4 oy turdi uy. Amaliyotda men beriblam qo'ydim, oson bo'ldi. Ammo biz uchun bir sapasizlik hech qanday bearamlik menda shakllantirmaydi. Shu yuraverdi diye 4 oy. Onundan başka nurgun adamlar var.
uyi kichkinam radsiz bo'lsa tozalaydi. U bu xil harakatini pokizlik deb oladi. Amaliyot bu pokizlik emas. Amaliyotda mushning o'zim bir xil ro'yi kasallikning eng kichik holati. Bu deganlik mehnat bo'lsa yaxshi deganlik emas. Ma'lum kichkinam radsizlikni qabul qilmaslik bu degan og'ir darajadagi psixik masala hisoblanadi. Buni u men radlik deb o'zini nim qiladi amaliyot uchun deganda buning o'zimi bir xil. Chunki radsizlikning o'zini qabul qilmayotgan gap. Ichki dunyosida bir radsiz oilaning oila ayoli yoki xo'jayini bo'lishni iborat kimlikni qabul qilolmaydi. Natijasi uning yo'l qo'ymaydi. Bu yo'l qo'ymaslik nima shakllantirdi? Zanjirsimon reaksiyada balasining nurg'unlagan o'zlik tufayli shakllangan sho'xligi ota-onda g'azab paydo qilib qo'ydi. Masalan, bir ota-ona o'zining nurg'un tabiati qo'y, sho'xlikga inson tabiati. Ammo balalarning ba'zi sho'xliklari, masalan, bir ota-ona sho'xlikni besib yashagan. Ham uni xato deb yashagan. Tuyuqsiz bala tehi uni bilmaydi. Bala darhol ota-onasi xato deb inkor qilgan tarafi balasidan ko'ringan vaqtda g'azablandi. Natijada balaning sho'xligi quluplandi. Balaning sho'xligi quluplandi degan gap balada tushkunlik va ochiq paydo bo'ldi. Endi kichik balalar cho'ng odamning ochiq bitiraqi usul o'xshamaydi. Masalan, ochiqni kelsa, nima deysa, vaqirab ketishi mumkin. Ammo balalar unda qilolmaydi. Chunki u ham ochiq keladi, ham qo'rqish keladi. Chunki uni yo'g'on masalan biz hozir dadimiz qarasak bizdan tangdek ko'ringan bilan biz 4 yosh vaqtimiz dadimiz qarasak bak yo'g'on bir divini ko'ramiz. Bak cho'ng bir diva. U divi degan bizni uvimizmi biz qo'rqaveramiz. Chunki u bak yo'g'anda. Unda sening ochiq keldi, qo'rqishim bo'lgandan keyin qo'rqish ochiqni quluplaydi. Ammo bu ochiq boshqa usul ifodalandi. Qanday usul ifodalandi? So'ralmilik. Butnash, tamoq yemaslik, o'rganish qiziqmaslik, nimidiz qarashini qilish. Mushlarning hammasi amaliyotda bolalarning vastiliq qiliqi, holda ochiq ifodalash usullari. Bu texmi bu ota-onaning beoram qiladigan gap. Hamda mushunga o'xshash mening hamda ro'y dunyosimda bu nurg'un narsalar qabul qilinadigan holat turdi. Qabul qilinadigan holat turdi. Masalan, izdamdan bir yerda uchishimiz deb meni yarim soat saqlasa, xiyolim chiqmaydi. 1 soat saqlasin mayli. 1 soatdan keyin kelmay ishim bor deysam xiyolim chiqmaydi. Ammo unda odam qancha %? Nurg'un odamlar uchun yarim soat saqlash degan u bir nima yo'l shundoq yuqori bir prinsip ko'tardi. Agar kelinmayim desa bo'ldi, buni tillab, ochiqlab bir kun shundoq bir aram bo'ldi. Chunki uning harakatini xato deb o'ziga nima qilgan gap. Ammo menimcha elib aytganda u ishlar bir normal ishlar hisoblanadi. Men o'ylaydikim endi bir yuqorichak yo tovanchak bo'lish kerak deb qarayman-ku. Ya mening chekim yo'q o'xshaydi. Men rasmi cheksizlik ekanda ammo ochiqim kelmamda emas, keldigan vaqtlar bor. Ammo ayliq normal odamlarning doim ochiqlaydigan amaliyotda psixik nuqtasini texim inchikilsak, nurg'un odamlar ko'kulangdan tutib oldimmi deydigan bir o'yin o'ynadi. Bu xil o'yin qanday desa, odamlar ongsiz holda ochiqlash uchun fursat izlaydi. To'xtamay ochiqlash uchun fursat. Hargiz bir ish yuz berganlik uchun ochiqlash emas, u bir ochiqlash uchun sabab izlaydiganlar bor. Bir shundoq ochiqlash uchun sabab izlaydi, uyga kirsa tamoqni yo vaqt 5 minut keyin etdi, yo 5 minut keyin etdi. Chiqib ochiqlayman bekchi qishlar bor. Ba'zanlar chivillarga ochiqlay oladi. Yoki mashina haydab birisi o'taki tiqasi oshnoga ochiqlay oladiganlar bor. Bularning hammasi nimasi? Hargiz u ish ochiqni keltirgan emas. Balki nimasi ochiqi shu ishlarni izlab topadigan gap. Ammo bundaq narsalar asosiyatdan bir normal deklam bir o'ylayman. Shu tamoqim normal. Shunga yeyishim obdan, uyqum normal. Bu odamning o'zidagi nurg'un narsa qabul qilgandan keyin atrof kishilarning hamma ishlarini qabul qiladigan bo'ladigan gap. Masalan, mening balam, masalan men kitob o'qisam, yoki dars o'tsam, yoki boshqa ishlar shug'ullansam, bu varanchurun qilsa, mushinchira xiyom chiqmaydi. Hargiz mayli psixologiya bo'g'aliq uchun men ochiqlamas unda emas. Varanchur o'ynaverdi, men nima qilaverim? Nurg'un odam buning bardosh bermaydi, qonda, mashunda, varanchurunda turgan. Chunki u buning dunyosi bo'ldi. Men nayt yaxshi ko'radigan narsalarni, balam yaxshi ko'rmasa, tek xo'shulab ketaman. Men yaxshi ko'radigan komandalni tillab o'tirdim. Ham ba'zi mening o'g'lim bor, og'zini buzib, qilin gaplarni qilsa, texim xo'shib ketaman. Bu sog'lom. Chunki u davatgan qilin gapning ma'nisi bilmaydi. Ammo u gap orqali u ochiqni ifodalaydi. Uning ochiqni ifodalashining o'zini nima desa, qo'sqog'irib, ta'rid qilgan bilan o'xshaydi.
Endi u mendan qo'rqib bu ta'ritini yig'ib etsa, biz yedik, chiqmasa, eng oxiri binormal usulda paydo bo'lgan gap. Shunga mening balamning u xil nurg'un ota-onalarning ko'z qarshidagi kapsizliklarga yoki adabsizliklarga mening shundoq bir xil havasim kelib, shundoq xo'sh ketaman. Chunki men bilib turman, u nihoyat sog'lom bir odam bo'layotganligini. Chunki bir narsa aniq, aqlli bolaning xushal bola bo'lish notayin. Men bakjiq aqlli bolaning nurg'un psixikasidan masala chiqqanini, bakjiq yaxshi bolalarning manda qo'rqoba, mana yaxshi bolalarning ig'ir darajada psixik masala chiqqanini ko'rdim. Ammo nurg'un ammo bir narsa aniq, xushal bo'lishini atayında. Ammo xushal bolaning har qanday uti qazindi, 100% uti qazindi. Chunki bir odamning taqdiri ashning vujudidagi hissiyot bilan o'xshash bo'ladi. Xushal odam degan gap xushal muhitni tortib keladigan gap. Ochiq odam o'xshash hissiyoti bilan o'xshash aynak holat turdi. Shunga men o'zimning turmushida ham bolalarimning turmushida rohatlikni öz hissiyotlarga samimiy bo'lishni, odamlarga emas, dadasiga emas, onasiga emas, o'ziga samimiy bo'lishni. Men yolg'on so'zlamayman. Ammo eng muhim nimasi, mening bolalarimning eng chong ortiqchiligi hissiyotlarni yaxshi ifodalaydi. Chunki bizning oilada hissiyot ifodalashda hech qanday bir cheklama yo'q. Hamda o'qiyotdi, birinchi qatim imtihon berib 67 deb kelibdi. Shunda xushal kelibdi, men 67 oldim dedi deb. Men texim xo'sh ketdim hamda. Nima xo'sh ketdim? 67 tag'ini xo'sh olmadim, 67 yillikmi xushal bo'laligini xo'sh uladim. Ya'ni kimning bas 67 yillikmi xo'sh bo'la olgan bolalar bormi? Yo'q. U qo'rqish mumkin, o'zgartish mumkin. Bir balaliq degan bir go'zal narsa. Mana hozir bir nim qilib 70 yil, 80 yil, 90 yil sinfning bir 10 ning ichida jug'urib yuriydi. Ya o'rganish qildimaymiz. Mening balamni tiyib o'ynaydi. Demek prezentlerin kişilikten başlap öz his tuygusunu, hissiyatını aynen ifadelaydigan bir terbiye bilen çoğun kılışku. Adlar, psikolog adlar nima degan bir qism odamlar bir ömür ballıqını davalab o'tadi dedi. Bir ömür ballıqını davalab o'tadi Allah va, bir ömür davalab bulanmay. Davalaz bir ömür ketmay qo'y. Ba'zi odamlarni bir ömür balılıqı davalaydi dedi. Bu nima degan gapsa? Şu kichik vaqtidagi hissiyotlarning nihoyat ravon bo'lishi keyin uning hayotida rohatlikni, nurg'un narsani qabul qilishni keltirib chiqardi. Xo'sh, bugungi masalan mana endi temamizga qaytib kelsak, xuddi 4 yoshli bolalarda dadasini aytdi, devi kabi ko'ringanga o'xshash, bizning kichigimizdan boshlangan mushkil jinsiyat tarbiyasiga bo'lgan ba'zi qo'rqish, vahima Shunda bizningki oldimizda devi kabi bizningki harakatlarimizga to'sqinlik qiladi deb aytishildi ekanda. Masalan, toilet training deganimiz uburni tarbiya. Odamning birinchi sezgisi tetish. Har qanday bir bola har qanday narsani og'ziga soldi. U dunyoni til orqali tushundi. Og'ziga selib tushundi. Birinchi narsa tam bo'ladi. Bu bola 3-4 yoshga vaqtda ta'rif qiladi. Biz bir narsani intan xato o'ylagan. Mesela biz tərat, insanın tərti bilən, insanın qulu, insanın vücudun çıxılğan tərini biz pinca qılımız, bahalayımız. Təritini bir xil naçar nəsə də qarayımız. Əməliyyat o içqan naçar nəsə emas. O faqat bir puraq, oxşamaydigan bir görünüş. Amma biz bunu təritini bir xil özlükümüzün deməsi bu naçar nəsə də qarayımız. Şuna ballarımızın məsələn iştiniğa çıxırıb qoyuşı, yoki sivitib qilishlərini biz öz jarayetimiz tüpeyli qabul qilmaymiz. Bu vaqtda bolalar ig'ir darajada o'zining bir tabiiy jinsiyatidan, o'zining tabiiy bir nimasidan numus qilganlar qoldi. 5-6 yosh vaqtda bolalarda mayli qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, jinsiy a'zosini tutib o'ynaydigan xovchigan shakllandi. Nurg'un ota-onalar buningdan shunda qo'rqib, nihoyat beoram bo'lib, sen kichikkinam turib bunda bu inson bir tabiati ma'lum bir tabiatini biz ham bir yo'lbosni sen go'shimay isteb uning tishini tortib etsak nima ish yuz berdi? Sen bökelin yeb jusan olmaydi, u degan optan nima sen qo'ynisan olmaydi, buning tishini tortib etamdi. U bir insonning tabiati bo'ladi, biz qonuniyati bor ham uning. Shunga nurg'un vaqtlarda nurg'un odam bolalarning jinsiy jihatdan bu ayollardimi jinsiy to'nglash bo'ldi. Bu jinsiy ojizlik degan erlarga qartilgan narsa emas, ayollarga qartilgan narsa.
Cinsiyetten huzurlanmaydigan ayollar 90% buldu. 90%. Neymiş ki cinsiyetten huzurlanmaydı degende nurgun ayollarning nur kızı kichik kız bal vaqtidan başlapla ağır derecede bu narsaga nisbatan bir biyavchan qo'yaqliq. İntan kuchliq biyavchan qo'yaqliq. Şuna qizlarda bu xil jinsiy energiyani his qilgan vaqtda o'zini ait meynetdek, naiti bir nachar ish qilayotgandek bir tuyg'u qoplaydi. Keyin garchi to'y qiysimi, mening yo'ldoshimga hamda bu to'g'rigo deysimi, uning badanda shakllanib qolgan avtomatik bundaq nimba konjugan bo'ldi. U uni bir xil ozoda rohat olib olmaydi. Uning bu ozoda rohat holati bo'lanmaski erga ta'sir qildi. Çünkü qarshi tarafni bir xil xushal qilinmagan his qilganda erning zbeys kuchi ketadi. Endi nima ish bo'ldi? Darhol o'zini bir xil zbeysini tanishadigan yana boshqa manba izlaydi. Bu bir optan oila mana shunday bir tushuniksizlik tufayli eng oxiri chataq chiqqan. Hayotdan kim degandek. Shunga biz o jinsiy tarbiya xuddi qo'lingda tomoq yesa, ko'zing burnim ko'rsan degandek her bir a'zoning hatta mush quluqimizning ichidagi tukningmi bir roli bo'lgandek bu odam badanda hamma a'zoning bir roli bo'ladi. Shuni bir qabul qilinmayotgan gap. Rahmat. So'zlab qoldim. Bugun to'g'ri, endi biz bugun bir azada paranglashimiz deb o'ltirdik. Erkamalninki 6 yillik munosabati bilan bu yana mush sog'lig'imiz haqida. Demak, yiltizidan, manbadan boshlab masalani hal qilmaganda biz yanada sovuqchilik bilan o'tib ketib qolishimiz mumkin. Xo'sh, endi biz shunday bir gap bor, izdan ma'lum. Baxt keladi, nerdan peshonangdagi ta'din deydi. Hozir qizlar hamda yaxshi tekkan adin deydi ekan. Siz hamda shu baxt hukm haqida xili cho'nqur iznib kelyapsiz. Shu sog'lomlik bilan, bo'lib shu erlar sog'lomlik bilan baxt haqida qanday bir bog'lanish bor? O'sha haqda nimalarni o'tirib qo'ygansiz, anglab baqsaq. Xo'sh, oldi bilan mush naq maydondagi shundaqlam ekran oldidagi barliq ko'rmanlarga mendan salom bo'lsin. Endi Jo'shqin apandining savoliga ozroq tushuncha berishdan burun Tirishchan inimiz Abdusalomdan bir so'rab baqsam, mush Erkamal degan markani qanday maqsad qo'yib qoldingiz? Buning ma'nosi? Buningki bu markani qo'yishda mening qilayotgan kasbim, buningdan keyin qilgan nishonim aniq bo'lgandan keyin, shu erlar sog'lomlik bo'lgandan keyin men bir anglashga erlarni texim sağlam qildigan yoki markani o'qigan chaqda o'qigan har bir kishi yoki har bir odam o'zi sog'lomdek, o'zi bir xil kamolat ketgandek bir tuyg'u shakllansin degan ma'noda qo'ygan. Undan keyin bu markani qo'ydigan chaqda men shu to'rdoshlarni aytdi aktiv moslashib to'rdoshlarimga cho'ng yardım bor. Men marka qo'ydigan chaqda shu bevosita taqtishda to'rdoshlardan so'ragancha men mushta bir yangi marka qo'ymoqchi. Sizlar bir marka bir men depasang degan chaqda bir ay yüzdek marka bo'ldi-da. Shuning ichidan undan tanlab mush marka bo'ldi ekan. Degan bizning suftimiz hamda. Kamal degan naytda kamalatga yetdi, naytliqi yuqori holatga yetdi, ruhiy va jismoniy jihatdan sog'lom bo'ldi degan bir ma'no ifodalangan deb mush maqsadda Erkamal degan mush markani qo'ygan. Rahmat. Hamda Jo'shqin apandim mush baxt to'g'riliq so'zlab qoldi hamda men o'zimning mush ozkam bakarak cho'nqirlab menvatqilima 3 yil bo'lib qoldi mush baxt to'g'riliq iznatqilchi. Ham buning izni sababchi bo'lgani hamda men 2017gacha izchil turda mush qutuq qozonsak baxtli bo'lamiz deb short olib kelgan hamda. O'zim iqtisod o'qig'ashqa so'qoqroq baxtli iqtisod begizish munosabatlik deb baxtning formulasini men 2017gacha hamda moliya erkinligi deb so'zlab kelgan. Afsus hamda iqtisod jihatdan kuchayib, ma'lum hozir ko'pdir chakka borgandan keyin men yanlam baxtni his qilmadim-chu. Shuning bilan bu baxtli iqtisod munosabatli ekan, lekin iqtisodning hammasi baxtni derak bermaydiganligini bir tushunib yetdim. Shuning bilan birga yaqinqi bir necha yildan beri baxt degan zot nima? Buningda iqtisod qanday rol o'ynaydi? Iqtisoddan boshqa nimalar bor? Bu yoqda izlandim, men bir qator o'zim rozilig'idek javoblarga erishib, yaqinqi bir necha yildan beri o'zimniki shu saboqdoshlarimga, bilgan vaqtdan saboqdoshlarimga shu narsalarni yetkazyapman. Hamda buning ichida baxt degan so'zni bilishdan burun qutb belgisi bilik deb bir so'z bor bizda. Demak,
baxt to'g'riliq, baxt degan nima deganini bilish to'g'ri kelgan. Bilmay turib baxtli bo'linmaydi ekan. Nurg'un odamdan so'rasak baxtli bo'lmamiz, ha deydi ekan, lekin baxt degan nima desa deyolmaydi ekan. Baxt degan zot nima desa, buning tarkibini o'qimagandan keyin, uning nimaligini o'qimagandan topolmaydi-da. Shunga ko'p qism kishilar baxtni nisbiy holatda bayam eli so'zlagandek, vaqtli azobdan qutulgan vaqtni baxtli deb oldi ekan-chu. Amniyatda mush baxtshunos deb ilm bor ekan hamda xalqaroda. Mayli Germaniya, mayli Yaponiya, mayli Avstraliya bo'lsin, mayli faylasuflar, psixologlar mush jihatni izchil turda izinib kelib o'tibdi. Ham baxtning birinchi xuruji xotirjamlik deydi ekanmiz. Bu xotirjamlikni ikkiga bo'libdi. Birisi turmushning xotirjamligi, ya'ni hech kimga muhtoj bo'lmagan holat. Ikkinchisi qalbning xotirjamligi, tinish. Bir narsa qo'g'ilmagan yoki bir narsaning qochmagan holat. Hamda shu xotirjamlik bo'lib, turmush xotirjamligi men izchil turda so'zlayotgan iqtisodda ayrilolmaydi ekan. Chunki xotirjam bo'lishning ta'tirisi xotirjamsizlik. Ham bizni nima xotirjamsizlantiradi degan vaqtda muhtojlik. Ham o'zim o'qigan iqtisod boshqarish ilminiki xatar boshqarish kasbida o'qiganchu men. Xiyim xatar boshqarish deb bir kasb bor ekan. Odam tug'ilishdan to ko'z yumguncha nurg'un xiyim xatarlar bilan yuzlashib mangdi ekan hamda. Ba'zilariga tayyorlik qildik ekanmiz, ba'zilariga tayyorlik qilolmaydi ekanmiz. Xatar degan nima ekan desa, yuz berish vaqti aniqsiz bo'lgan. Ya'ni biz yuz bergandan keyin bizga soladigan ziyni aniqsiz bo'lgan hodislarning hammasini hayotdagi xatarlar deydi ekanmiz. Shu xatarlar bizni to'xtamay ansirtib, dakka-dukki silib, baxtning birinchi xuruji bo'lgan xotirjamsizlikni paydo qildi ekan. Yoki xotirjamlikni o'g'irlab ketar ekanda. Ham buni yengishning chorasi nima ekansa, cho'qim mush xatarlarni oldin planlab, uningga yetarlik tayyorlik qilish. Yana tirikchilik, bir kundagi 3 vaqt tomoq uchun g'am yeydigan odamlar nurg'un. Bu odamni bir xil xotirjamsizlantirdi-da, shunga baxtni his qila olmaydigan gap. Hamda yana birisi kutilmagan zahmat. Nurg'un hodislar bor. Bu baxtning dushmani bo'lib hisoblandi. Kichik jihatdan olsak yorilmas, ig'ir jihatdan miyib qo'ladigan gap. Kirim uzildi, chiqim boshlandi. Bu bizni bir xil bearam qiladi-da. Hamda yana birisi nima esa, yashangan kutinish deydigan bir chiqim bor. Bu bujiq pul ekan bu mamlakatda hisoblasak. Bir odamning 50 yoshdan 80 gacha bo'lgan 3 vaqt tamog'ini hisoblasakmi, kunligini 100 qo'ydan 1 milliondan oshdi ekan. Demak, shu iqtisodiy jihatdan yetarlik to'liq bo'lgan odamlarda nisbiy holatichu turmushdan g'am qilmaydigan, turmush jihati xotirjamlikni qo'lga keltirgan deb o'ylaymiz. Lekin mushlarning ichida eng aniq xatarning birisi nima desa, kasallik. Kasallik bir odamningki barliq bisotini, iqtisodini xo'rtib, biz orzu qilayotgan xotirjamlikni bizda ep turgan eng chong o'g'ri bo'lib hisoblandi. Ular shundoq deydi degan programmani so'zlagan. Men bir odamning bir umr jug'lagan iqtisodining 80-90% hatta hammasi umrining oxirgi 2 yil tugaydi deb. Bu nega bor ekan desak, shu kasallik sababidan doktorxonaga berdigan gap ekan buni saqaymiz deb. Shunga baxt to'g'riliq so'zlashdan burun oldi bilan mening tavsiya qildiganim cho'qim biz turmush xotirjamligi uchun yetarlik iqtisod cho'qlashga ahamiyat berishimiz kerak. Iqtisod pul bo'lganda oldi bilan biz garchi haqiqatan baxtli bo'lmasakmi, baxtning o'g'risi bo'lgan xotirjamsizlikdan saqlanqili bo'ldi deb o'ylayman. Hamda bayam degandek, shu iqtisod jihatdan kuchib ketgandan keyin baxtli bo'lamdi. Baxtning yana bir muhim xuruji xo'shallik ekan. Bayam ilim olim dedi, xo'shallik. Izchil turda anglaydim men. Pul topsang xo'shinmaysa, xo'shal bo'lsang pul topsa. Lekin bu nurg'un odam asosan birinchisiga bak kirish biliqliqimda. Men cho'qim bo'yasam, mashina olsam, pul topsam xo'sh bo'laman deb baxtoq. Lekin bu yerda xo'shallik ajoyib qisqa bo'ldi. Amaliyat eng to'g'risi nima ekan desak, biz ikkinchi xurujiga erisha olsak, yana kichikimizdan tortib yoki hozirdan tortib xo'shallikni o'zimizga amroq qila olsak, nemish xo'shal odamga pul amroq bo'ldi ekan degan to'g'riliqimcha izlandimda. Chunki ko'p qism kishilarda hamma narsa bor ekan. Lekin xo'shallik kam. Sababi nima ekan desak, ular xo'shallikni pulda izlayotgan gapda. Tepishdim, erishdim. Abdurahmon degandek, oson, to'xtamay oson. Topsam-da hamda. Amniyat xo'shallik uningdan kammaydigan yeri bor. Şu hozir shu psixolog Viktor Franklninki turga ayirishi bo'yicha jamiyatda baxtsiz g'oliblar ko'payib turibdi. Baxtsiz g'oliblar degan hamda kasb qozongan,
puli var, yüzü var, lekin xo'shallik yo'q. Şoňa qarasаңыз tarixdan beri xalqaradan ko'rilib atadi, dağçıda özünü ötürüp aldıganlar çıkıp atadi. Xo'shallik yo'q. Lekin hamma narsa bor-da. Şoň bu yerdeki biz iniq qiladigan masala, pulni cho'qim tepish kerak. Baxtning birinchi xuruji uchun. Lekin biz pul uchun xo'shallikni qurbon qilmasak, aslidagi maqsadimiz xo'shal bo'lishda. Bu yerda hozir nishon vosita aylanib qolayotgan gapga. Yana sog'lom bo'lgan odam asos shart qo'yam, dasmoy yo'q. Lekin nurg'un kishilar sog'lomlikni qurbon qilib o'tib, xato nishon bo'lgan pulni birinchi o'rin qo'yib olg'ashqa, vaqti kelsa undan ayriladigan gapga, kusal bo'lgandan keyin bu pul yetmaydi-ku bizga. Eng oxirsida. Şoň men iqtisod darsligida birinchi bo'lib bizning erlarga tavsiya qiladigan narsa, turmush qurishdan burun muhabbat muhim bo'lsa, turmushdan keyin muhabbatni parvash qilish, u ruhni texmo yaxshi o'zg'indirish uchun iqtisod bo'lmaydi. Cho'qim bizga ishongan, o'zining hayotini topshirgan shu jo'rimiz, balchaqlarimizni bir umr xiyim xatar, bo'lib iqtisod hal qiladigan xiyim xatarlarga ning oldida muhtoj bo'lmaslik uchun avval cho'qim bir mas'uliyatchan qilayotgan kasbida cho'qim bayam degandek arkamal dedi-ku, kamalat yetgan nimada? Kasbda. Ham bu yerda xotirjamlik, xo'shallikning eng keyinda men yaqinda topganim ahamiyat. Ma'no deydigan bir so'z bor-ku hamda. Bir odam ahamiyatli ish qilgan vaqtda xo'shal bo'lgan. Xo'shal bo'lgan chaqda uning keyindan xotirjamlikka sababchi bo'lgan iqtisod, boylik uni izlab keldi ekan. Bayam gap qilib ketibdi. Nemishqi xo'shal bo'lgan odam pul topa oladi ekan desak, hozir hammadan pul bo'lgan bilan xo'shallik yo'q bo'lg'achqa, xo'shal odam bo'la uchun bir go'har ko'rinadigan gap hamda. Bu nemish xo'shal bo'lgan? Nemishqi kun xo'shal yura oladi? Ham boylik qonuniyati bo'yicha ko'p qism kishilar o'zida yo'q ba odamga amroq bo'ldi ekan. Uning bilan birga yurishni, uningda ugunishni xohlag'achqa, xo'shal odamning atrofiga pulva odamlar asta-asta xuddi magnet tümünü tatip kelgandek, men xo'shal bo'lsam bo'ladi deyish orqali boylikni jo'g'lab kelamiz ekanda, ham qandoq odam xo'shal bo'ldi ekan desak, javobi qilayotgan ishini ahamiyatli ishga aylantira olgan odam. Qandoq ish ahamiyatli? Pul tepish ahamiyatli ishga kirmaydi ekan. Bo'libmi o'zi uchun tirishish ahamiyatli ishga kirmaydi ekan hamda. Haqiqiy ahamiyatli ish boshqalar uchun. Boshqalarning xo'shalligiga, yaxshi yashashiga, qiyinchilikdan qutulishiga, xotirjam yashashiga sababchi bo'lish hayotdagi eng ahamiyatli ish ekan. Bu o'zini yengishgan. Odam o'zini o'ylab bir umr men erishsam degashga, u ojiz bo'lg'ashqa, aman har qancha topsam ojiz his qilg'ashqa, bayam degandek zubi his qilg'ashqa, u ustunlikka erisholmay xo'shal bo'lolmaydigan gap. Haqiqiy ustunlik nima ekan desak, o'zining nafsidan hal qilib, boshqalarning sog'lomligi, xo'shalligi, masalalarni hal qilishiga yordam beradigan haqiqiy bir arkamal aylangan vaqtida shundami? Ondan bu o'zini yangdi, ruhiy ustunlikka erishdi. Bu xo'shallik buning amra bo'ldi. Ham xo'shallikqa albatta kishilar amra bo'ldi. Kishilar orqali pul, kishilarni kira qilish orqali bu odamga amra bo'ldi. Demak, yig'ib akasak bir odam pul topganda xo'shinmaydi-ki, ondan boshqalarga yordam qilmaydi-ki, avval qilayotgan ishini boshqalarga yordam qilishni nishon qilgan vaqtida ahamiyat ega bo'ladi. Ega bo'lgandan keyin bu xo'shallik holatda bu kasb davomliq yerish yo'q, charchash yo'q, izchillik bor. Izchillik bor odamda, demak kasb ahliga aylanishdan iborat bir kamolat. Masalani hal qilish iqtidori kuchaydi. Bu kasbning negizi hamda. Abdurahmon shundaqmi? Korxonachi albatta shu masala qiluvchi hamda. Shunga ayollarning baxti erdan keldi deb o'tganda so'zlagan bir so'z kam qopti. Ayollarning baxti mas'uliyatchan, yaramliq erdan keldi. Erli bo'lsa ayolga baxt berilish natoyin. Cho'qim ayolni muhtoj qilmay, uni to'xtatmay pul top deb uning pulini xashlash emas. Cho'qim o'zligitning kuchaygan vaqtida o'zini yengan chaqda uning keyindan bu erdan mencha ayollarning baxti keldi deb o'ylayman. Bayam bir qator masalalar orqali men shuni muayyanlashtirishga rozi bo'libmi? Ayollarning cho'nga qilishi kuchayib bordi hozir. Shunday. Bayammi dedi, ayol kuchaydi degan gapning o'zi tabiiylan ojizlashib ketish mumkin. Bu o'rin jihatdan ojizlashqa erning boshqa jihatdan mencha aniq ojiz bo'ladi. Shunda olamda. Kessingerning bir so'zi bor. Huquq
va imtiyoz eng yaxshi quvvat to'g'risi deb bir gapni qilib ekan bu. Şoňa erlerning oilada cho'qim o'rni, huquqi bo'lish uchun u shuni qo'lga keltirish kerak. O'z kuchiga tayanib, mas'ul bo'lib, oilaga, ayolga, jamiyatga, atrofdagi sonsilgan kishilarga o'zining maslahat qilish iqtidori orqali Abdusalomga o'xshash sog'lomlik yetkazgan chaqda mencha hamma masala hal bo'ladi deb qarayman. Şoňa qilayotgan ishlarimiz ahamiyatli bo'lsin. Ahamiyatli ishda xo'shallik bor. Xo'shallik ishda barakat bor. Sizning ishingiz barakatli bo'lsin. Rahmat, rahmat. Nəhayət aktual temalarda paranlarımız davam qılıbatıdı. Dünyada hər qandaq bir iş bir-biriga bağlanışsız müstəsna bulmaydı ki. Demək, bəxit, xoşallıqni mənbə qılğan vaqtda həqiqi bəxt mənasını tapıdı, toyğusunu tapıdı degan gap. Amma bu xoşallıq yana sağlam bolğan ahvalasıda özümüzün gibi giyinib kelsək. Bu texmi kamalat yapıp tapıdı. Erkamal şirketi balkim mana shundaq bir xil yuqori nazar bilan 6 yillik musofirni besib kelgan bo'lishi mumkin. Albatta siz mushu musofingizda boy deb o'tgandek xushal yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Qilayotgan ishingizdan mamnun bo'lib, mayli natijangizning cho'ng bo'lishi, kichik bo'lishidan qat'iy nazar qilayotgan yo'lingizning, qilayotgan ishingizning to'g'riligidan o'zingizda bir mamnuniyat tuyg'usi bilan davom qilayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, Jushqun Kanat to'g'ri obdan xulosalab berdingiz. Yuqorida ustozma naytda yaxshi mushu biz bugungi temamiz yana mushu erlar sog'lomligi. Erlar qandayligini haqiqiy sog'lom bo'ldi degan mushu temani markaz qilib o'zaro munozara qilib o'tamiz. Endi buningda mening his qilganimda bu biz qilayotgan ishimizni pul topaman yoki mush orqali men ma'lum natija olaman yoki mush ma'ni men qilsam ma adamdan manda yanıdı yoki men ma'ni qilib berganlik uchun ma adamdan manda bir narsa yanıdı deb umid qilsak u ishimiz bak uzunga maqmaydi ekancho. Bayam izdan ma'lum Ali Qurbon ma'lum Abdurahmon ma'lum bir qurd deb o'tdi. Biz cho'qim qilayotgan ishimizni eng oddiy ish bo'lsinmi? Masalan, eng oddiy bir mesela mayli yo'l supurish olsun, mayli tozalik qilish olsun, mayli bizning hojatxonalarimizni tozalash, qanday ish, nima ish qilaylik? Biz qilayotgan ishimizni o'zimizning qalbida ulug'vor bir ahamiyatga ega qilib turib qila olsak, shu oddiy bir ishdimi biz yuqori ma'noni topa olar ekanmiz. Men eng boshda shu ishni qilgan chig'imdimi, buning oyg'ini chiqara olamanmi, qanday bo'ladi, buni men bek jiroqni bek ko'rib bo'lmagancha, lekin men shu oddiy ba'zi bir biz tuvanda nurg'un kishilar va ba'zi bir oddiy masalanimi o'zi bir normalsizlik kasallik deb qarab olib, shu sababdan ro'yitda undan keyin badanimi kasal bo'lib ketadigan, bu orqali oilasimi tartibsiz, baxtsiz o'qilayotgan nurg'un omilni ko'rgandan keyin, xuddi masalan mazalnaytda muhiti yaxshi. Miyad bir tal o'lak sochqanning birisi o'lib qolgan bo'lsa, biz bu yerga har qancha etirik chechib, bu yerning derizalarini almashtirib qilsakmi, ta ki biz aş ölek saçkanını şu zaldan çıkırıp etmegiçe meyanam muhiti pakizlanmaydı ekancho. Biz bu yerga paqirtib çichib qilsak mı bikakim. Şuna şu ba'zan erlar ko'rilayotgan masalalardami, aş masalaning tüp sebebi, tüp şu negizini tep chiqib, shuni chiqirib etgan chig'imiz haqiqiy sog'lom bo'ldi ekan. Endi u şu bedenimizni kasallik qilayotgan aş o'lik narsa balkim biz kasal deb qarab olganlar amaliyotda bu normal ahvol bo'lishi mumkin. Mesela menimki yo'liqqan masalamda şu serqat chiqib qilish deymiz-ku, ma o chiquq deymiz. Bu odat chiqib qolganda erlarda urug'dan qaltisiga kirib oladi-ku. Mushini kasallikda nurg'un shu maslahatni ilib, nurg'un narsalarni setib olib, iqtisodiyatimi, ro'yijatimi saqaymay, mushta eg'ilib ketgan misollarni ko'p ko'rgan. Amaliyotda bu chiquq degan buni tashqi bo'limlik operatsiya qilib tikib olsak ham bo'ladi-ku, bak oddiy. Bu hamda urug'dan kirib olganlik uchun bu erlardagi ko'rilayotgan kasallik deb qarab, o'zi buning chorasini bilmagandan xijil bo'lib, u ham bu yoqdan maslahat kasbiy odamga, kasbiy doktorga yo kasbiy doktorxonaga uchrashmagan ekan, ashta eg'ilishib ketayotgan ahvolmi bek ko'p uchirdi. Buni masalan to'van turmush kapalati va kishilar bo'lsa, madda 200 qo'g'lam shu buni davlat otchot qilib berdi. 200 qo'g'lam bu kesil saqlaydi doktorxonada. Buni har qanday bu sirtdan dori ya mahsulotlar olmaydi. Bu cho'qim masalan chiqoqni yani tikib o'tish lozim, chiketga yani. Mushunga o'xshash masalalarga yo'liqqanda ba'zi bir oddiy badanni ko'rilayotgan normal ahvolni kasal deb qarab,
o'zini tugashtirayotgan nurg'un kishilarni ko'rgandan keyin men shularga shuning masalasi hal bo'lib shuning chiroyidagi xushallikni ko'rgandan keyin o'zim bir xil utuq qozonish yoki bir g'alaba qozonish bir xil holat shakllanchi o'zimda shuna har bir masalan yerib qolamiz ba'zi o'qimiz keldi ba'zi yetivog'imiz keldi yanala mana shu to'xtaman mush qilayotgan ishim ahamiyatli ish ekan men shuni davomlashtirsam texim ko'p kishilarning sog'lom bo'lishiga bir yordam bera oladi ekanman deb masalan bizningki shu bevosita taqtishimiz bo'lsin yoki so'zlayotgan bilimlarimizni mushuni so'zlayotgan kishilardan bizga yonmaslik mumkin so'zlayotgan narsalar masalan biz deyotgan har bir gap shu so'ringa yig'ilgan har birisimizniki qimmatli vaqtini bu yerga yig'ib bu yerga yetkazyapmiz to'rdoshlarga balkim bu so'zlagan narsamizning foydasini to'rdoshlar ko'rgan bilan bizga yenib keldigini balkim bir to'rdoshlardan shuni ko'rayotgan bevosita foydalanayotgan kishilardan bo'lmasligi mumkinchu bu boshqa tarafdan bizga man yenib kelgan bir ish ekan to'g'ri shunga temaga yenib kelsak mayli sog'lom bo'lish bo'lsin mayli kasbda natija qozonish bo'lsin cho'qim biz o'zimizniki qilayotgan ishimizniki oddiy yoki murakkab deb qaramay yoki bu ishning vaqti o'tdi yoki dal vaqti demay ishga biz chunqur cho'kib astoydil qilgan chig'imizda cho'qim bir yaxshi natija chiqarganlik buning oldingi sharti cho'qim niyatimizniki bir durust tuz bo'lishi oldingi shart ekan men shuni xulosalab chiqdim bo'ldi o'zingizning nihoyatda bir samimiy qalbini bayon qildingiz haqiqatan odam o'zi yaxshi ish ko'rgan ishni tepib qila olgan chog'da uning haqiqiy muhabbat bera oladi demak siz o'zingiz mush kasbda o'qibsiz jamiyatdagi mush taqozoni his qilibsiz mushu safarda kelib yetibsiz shunga hozir sizning chiroyingizdami men his qilsam tepib turibdi demak mush Erkamal shirkatini 6 yillik musofada shunchalik bir saviyaga kelganingizdan o'zingiz yana nurg'un orzularingiz bo'lishi mumkin endi hozir shunda o'ylaydigan bo'lsak oila jamiyatning kichik hujayrasi oilaning mustahkamligi sog'lomligi butunligi jamiyatning sog'lomligi turaqligiga zo'r ta'sir ko'rsatadi to'g'ri men bir masalani o'ylab qoldim bizdagi ba'zi narsalar asli o'zimizning onglik harakati bilan bo'lishi kerak deb qaraymiz ilgari shaxsan bizlar turmush qurgan vaqtida to'y qilishdan ilgari badan sog'lomlik tekshirish cho'qim muqarrardi shu o'lchamni shu shartni isbotni ko'rsatmaganda to'yxat og'il bo'lmaydi keyin buni hukumat kishilarni shaharlash saviyasiniki zamon ishlarisiniki o'sishiga erishib onglik harakatiga qo'yyapti buni shaxslar o'zi cho'qim onglik ijro qilish kerak deb men shu masalaga diqqat qilaylik mush jihatda masalan bir biriga samimiyatsiz bo'lgan ahvolasida eng avval o'ziga samimiy bo'lish keyin oilaga samimiy bo'lish ustidan to'ydan ilgari salomatlik tekshirtish o'tkilini cho'qim bijirish kerak deb qarayman mush jihatda nurg'un masalalar bo'lishi mumkin siz uch qilgan to'g'ri bu to'g'risidami nihoyatda bugun yaxshi bir temalar o'tirib chiqyotidi mening shu oldim kelgan ba'zan bir erlar o'zida ba'zi bir masala borligini bilib turibmi masalan ba'zi bir yuqumli kasalliklar buni o'zi bilgandan keyin shuni yoshirib turmush qurib olsa bu ayol tarafga yuquvchi bu yuqumli kasalliklar hargiz shu odamning badanida o'zligidan shakllanib qolmaydi buning ismidan ham yuqumli bo'lgandan keyin a odamdan b odamga bir odamdan yana bir odamga yuquvchi bu o'zida paydo bo'lib qolmaydi shunga shu to'ydan burun salomatlik tekshirish undan keyin masalan shu yemeklik tijorat bilan shug'ullanan kishilar cho'qim sog'lomlik klinikasi bajarish o'lchamchi bizniki munosabatga rasmiyat cho'qim bijiganda undan keyin yemeklik setish klinikasi chiqadi shu to'ydan burungi salomatlik tekshirish yemeklik bilan shug'ullanan kishilardagi salomatlik tekshirishning nihoyatda muhim ahamiyati bor chunki masalan b tip jigar yollig'i undan boshqaligi sibilis ba'zi bir undan cho'ngroq yuqumli kasalliklarning odamlarda o'zaro tarqab keyingi buning yuqish yo'llari orqali texnik ko'p kishilar yuqumli qilish mumkin shunga mushuninki salomatlik tekshirishga cho'qim sal qaramaslik lozim buni cho'qim mayli hukumat talab qilsin qilmasin o'zi uchun o'zi uchun oilasi uchun qilish kerak cho'qim qilish lozim rahmat xo'sh yaxshi suhbatlarda bo'ldik tövəndə o'tirgan mehmonlarimizning balkim bugun yaxshi bir anjumanda bo'lyapmiz o'zimizning sog'lomligi duch kelgan masalalar haqida kallimizda bor savollar bo'lsa bir o'rtoqlashib baqsaq bugungi bu suhbatimiz kuychi bevosita tarqitish orqali tarqatyapti balkim men telefon qarayolmadim nurg'unlagan
to'rdoshlarimiz diqqatli bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizlar uchun amaliy bir nap berilgan bo'lsa, biz shuning uchun xursand bo'lamiz. Qani. Mehmonlarimizning bir savollari bormi? Absalamjonninki shu shirkatning qurilganligini, aljiliqini tabriklash munosabati bilan keldim. Men intan xush oldimcha. Men o'zim tanishtirib o'tsam, men Şinjan yo'lboshchi cheklik shirkatininki qurg'uvchisi. İsmim Kamiljon. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Biz odatda biz to'rdirjish bo'qilib mashlatimiz. Bugun Absalamjonga taklif qilganlik uchun keldim. Intan xush oldim. Absalamjondan mush qilg'ashda men intan faxrlanaman. Nemishqa deganda mashina olsun çıkıp izsak, mesela şoförle bulup, şoförle çıkmış mağazi bize bu işlecek bizi verdi. Muştan kartta nurgun adamının kelik berip davalaydısı mı doktorxanga. Macahatta bir xil xijil oldu ço. Berip mandamında diyemedi. Salamca özden şahs ayrım boğan ki ya bir qısa bir kim körep qalmaydı. Liqa işlenen bir xil qo'qaydigan bir xil xijil olgan deb yo'qolib chiqdi. Muşdan qartam da nurgulga ayollar keselligi bu deymiz. Onun qartan nurgulgan doktorlar chiqdi. Nurgulgan maslahat nurgul chiqdi. Erlar qarta yo'q da. Mushu saatga mushin to'liq qildi. Mushunda intan faxrlanma, ham xo'sh olmasan. Rahmat. Rahmat. Demak, ko'pchilikninki mamnunligi, minnatdorlik vakolatan nihoyat yaxshi bir tilakni aytdingiz. Rahmat sizga. Salam ko'pchilik, salam turdashlar. Nahvidan ko'rib Allah hammalarning kasiga xayrlik bo'lsin. Men Nurhayat doktorxonasininki qurg'uvchisi Abdusamin doktor. Qarshi olamiz. Rahmat. Bugun Abdusalamjonninki bu o'rlashtirishi nihoyat bir ahamiyatli bir so'rin bo'ldi. Hozir jamiyatimizda bayatın Abdusalamjon deb o'tdi. Erlar sog'lomlik masalasi yolg'iz bir erning masalasi emas, balkim bir oilaning, jamiyatninki nihoyat muhim bir masala. Bunu hozir qandaqdir turli taratqularda hech qanday tibbiydan xabar yo'q. Mayli do'stlar bo'lsin, mayli yoshlar bo'lsin, buni hal qilish masalalarini ko'plab davron salayotdi. Emret bu mesele bunda addilam hal bulduğan ya ki bir qatım, iki qatım doğru yap qo'ygan bilan hal bulduğan mesele emas. Bunu qandaqdir mana Abdusalamjonninki Urumchidagi davolash birlashtirilgan shirkatning qurganligini anglab nihoyat xush bo'ldik. Mana shular kasbiy xodimlarniki ham layoqatlik o'lchamlik mana shu o'rinlarga berib maslahat so'raganda mayli vaqt jihati bo'lsin, mayli iqtisod jihati bo'lsin, mayli har qaysi jihati bo'lsin, o'ziga nihoyat bir qisqa vaqtda bir zuq ola oladi deb qarayman. Şu her işninki mana bu ahlinin qilganligidan nihoyat xursand bo'ldik. 6 yilning vaqtida men mush markani ro'yobga chiqarib, mana bu sog'lomlik ustida izlanib kelayotganligiga men nihoyat bir xursand bo'ldim. Çünkü ben Abdusalamjon bilan tanışgan vaqtimdan tortib Abdusalamjonniki nihoyat qo'lidan ish keladigan, izlanishchan, ayda bir yangilik yaratish ro'yiga ega mana bu xarakterni nihoyat hurmatlayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, Abdusalam hozir Urumchida tarmoq shirkat qurildi, shundaqmi? O'rni qayerda bo'ldi? Urumchidagi o'rin shu Yan yo'li Ruyda Soda Sarayiniki. Bir bina yana Gonyilo 10-qavat. 1324-ishxona. Ashada bo'ldi. Endi bugun nihoyat yaxshi paranglashdik. Balkim bu qisqa vaqtda biz bütün sağlamlık haqidagi bayonlarimizni deb bo'lmasligimiz mumkin. Lekin biz o'zimizning kallasida bor. Damalliqqa biz taqozo bo'layotgan temalar haqida xil aktual, azod suhbatlash deb o'ylayman. Ham sizning buningdan keyingi nishoningiz bu shaxta bir o'rtoqlashib baqsaq. Bo'ldi. Buningdan keyingi nishon kelgan chaqda yana shu erlar sog'lomligini markaz qilgan asosda mush ailening tuyg'uga erlarning texim sog'lom bo'lishiga bir yordam qilishni asos qilgan bir shirkat biz. Buningdan keyin qilgan ishimiz, ya'ni jamiyatdagi mushu tarafdagi masalani hal qilish. Undan boshqa meniki shu amaliy o'zim ish qilish jarayonida his qilganim, yana mush erlar sog'lomligiga cho'kib qanday bo'lganda erlar haqiqiy sog'lom bo'ldi degan to'g'risida izlanish jarayonida his qilganim nima bo'ldi degan chaqda bu erlarlik mesela ma'lum bir mesel ko'rilgandan keyin eng oddiysi bir zukam bo'lsaqmi, buni dori yeymiz yoki aramasak saqaymiz. Lekin biz zukamni saqaygandan keyin shu zukamni keltirib chiqaradigan shu omildan jiroq turmasak, yana shu zukam deb qolamiz-ku. Buningda biz doktordan yo doridan ko'rsak bo'lmaydi. Ma erlar sog'lomligimi, erlar mayli shu iqtidor jihatdan, bosh jihatdan haqiqiy shu meselni hal qilish, har vaqt sog'lom turishni o'ylaydi-ku.
Buni meningki shu to'rdoshlar, yana shu to'van nurg'un men o'zim bevas uchrashgan kishilarning o'ylaydigan nima ekan desak, men sog'lom bo'lish uchun qandaydir ma'lum bir mas'uliyat yoki ma'lum bir yemeklik yoki ma'lum bir yerlik usulni qilib bersam yoki shuni qilgan chig'imda men sog'lom bo'laman. Men sog'lom bo'lish uchun cho'qim ma'lum bir bedel yoki ma'lum bir narsaga chiqim qilib shuni yegan chig'imda bedanimga kir sog'lom bo'lim deb o'ylayotgancho. Emniyet bu intayin xato bir ko'z qarash. Bizning bedanimizda mas'ul ko'rilgan mas'ulninki ko'pincha bo'libmi shu erlar yoshlardagi mush erlik xidar jihati chekinish masalasiniki %80% dan yuqorisi ro'y amil sababli bo'ladi. Ma bedandagi a'zolar mayli ko'piy sistemasidagi har qaysi a'zolardan kelib chiqadigan kasallikning ko'rilish nisbati tuvan. Asosiy ro'y kayfiyat. Shuna bu ro'y kayfiyatni hal qilish uchun biz cho'qim o'zimizga ishonch. Ondan keyin buning oldingi sharti nima ekan desak, shu ilmiy bo'lgan jinsiyat ko'z qarashini cho'qim o'zimizni shakllantirishimiz lozim ekan. Shunga men bu shirkatni qurish jarayonida biz masalan hozirgi ahvolimizda bizning bek ilg'or uskunlarimiz, bek cho'ng mutaxassis qo'shillarimiz yo'qcha bizning. Lekin bizning nimamiz bor degan chog'da bizningki shirkatningki korxona madaniyati, korxona ro'yi nima degan chog'da biz shu ilmiy cinsiyet bilimlerine erler sağlamlık ilmi mezmununu umumlaştırış. Müşarkılık roy kepiyat cihetiki düşünmeslik sebebden hata özün bedenini tanımaslik sebebden kep çıkıdığın meselini hal kılış. Bunun da mesela biz meyle özümüzdeki şu salonumuz olsun, meyle her kaysi kısık takıtılgan süpülerimiz olsun. Müşnun da biz izçil alette şu en yeni çıkan bazı makale jurnal, onun gibi şu nopozluk jurnallardan biz şu devlet tildeki şu makalelerini tercüm kılıp özümüzün salonunda günde yollayımız jo. Uygurca devlet tilde avazı kılıp yollayımız. Bunun da mesela bizimki bugün köyden alma aldığımız gibi mesela bizim mesulatını kata tizip kılıp etsek buldu. Lekin yenilam maksat şu ustazlar kılıp kanda olsak sağlam olmaz. Kanda olsak texmo sağlamlığımızı saklayımız degan maqsadni asas qilganligimiz uchun hozir shu temani so'zlab o'tiratimiz. Shunga biz ham buningdagi nishonlarimizni davomli mayli shu qattiq detal qism bo'lsin, mayli yumshoq detal qism bo'lsin, biz texmo olga qarab mengib o'zimizni texmo mukammallashtirib, eng to'van chiqimda eng yaxshi bo'lgan, eng to'g'ri bo'lgan bir hal qilish usulini umumlashtirib musharqiliq umum er millat xalqininki shu sog'lom bo'lishiga bo'libmi erlarninki shu xidar jihatdagi masalalarninki hal bo'lishiga bir asos silish. Bu jarayonda masalan biz hozirgi biz Abdurahmon doktor ustozimizdan bu shirkatninki bizningki izchil yetakchimiz bizning korxonaninki. Biz ham buningki nishonimizdan Shinjongninki har qaysi cho'ng shahar noilalariga shu yana shu jongi tibobatninki ilg'or taraflari, onunki özümüzdeki şu annevi tibabat, jongi tibabat arqali ishlab chiqargan mahsulotlarimiz, onunkin özümüz xuloslagan, özümüzga xos yakunlagan şu sog'lomlikni asl keltirish, ilmiy bo'lgan jinsiyat bilimlarini umumlashtirish orqali erlardagi masalani hal qiladigan shu turimizni amaliy dukkan altida shu har qaysi shaharni kengaytmoqchi. Buni hamda yolg'izatning ching chiqmaydi, ching chiqsa ding chiqmaydi degan gap bor. Buni ham har qaysi shu shahar, har qaysi shu do'st qarindoshlarimizninki bizlar hamkorlik orqali vujud chiqaramiz. Shunga bugungi bevosita taqtishdimi meningki bir ta'kidlab qo'ydiganim, shu sohaga qiziqadigan, shuni qilma deydigan yoki shu erlarning sog'lom bo'lishidan iborat shu sohaga qiziqadigan do'stlarniki bizlar aloqalashib, qo'lni qo'lga tutib shu bizning shu niyat, shu plan nishonlarimizni bir tang vujudga chiqarishini bir chaqiriq qilma. Oxirida hamda bugungi bevosita taqtishmo xili ko'ngillik davomlashib birdamda hozir 1,5 soat bo'lib qolibdi. Oxirida deydiganim yanalam erlar biz haqiqiy sog'lomlikni hargiz ma'lum bir mayli bizning shirkat mayli boshqa nasl bo'lsin, ma'lum bir mahsulot, ma'lum bir doktor yoki ma'lum bir ideyadan emas, o'zimizga bo'lgan ishonch, to'g'ri bo'lgan, ilmiy bo'lgan sog'lomlik tushunchalaridan topsak deganni bir ta'kidlamoqchi. Rahmat, nəhayət yaxşı bir təşəbbüs oldu. Bugün Erkamal Biopen Texnik şirkətininki 6 illığı münasibətilə uyuşturulğan
erkamali sağlamlık şunda bulur, yaramlılık temsilindeki ushbu suhbatimiz nayt azade fikirlerimiz yarqin tren ideallarimiz bilan xulosalan deb o'yladim. Haqiqatan siz bilan o'rtaq aydiki, sizlarning shirkatninki taraqqiyot nishoni bilan yondish ma'alaydigan ama shundaq bir arzutki kishilarninki sizlar bilan qo'l tutishganligiga ishonaman. Erkamal shirkatninki bundan keyingi musofirlarga ishonchim komil meningmi. Haqiqatan oilaning to'riga, jamiyatning umutqusi bo'lgan erlarimiz bo'libmi mayli ayollar bo'lsin, erlar bo'lsin, sog'lom bo'lgan bir hayotni istagan har birimizningki to'g'ri bo'lgan ilmiy pozitsiya, turmush odati va ilmiy tushunchalar bilan, tibbiy savodlar bilan o'zimizning hayotiga, sog'lomligiga ko'ngil bo'lishimizni, qarg'ulacha behuda badal to'lamasligimizni, bedenimizni haqiqiy tushunishimiz, shundaqla qalbimizni tushungan asosda sog'lomlik safarimizni uzoqcha davomlashtirishga birlikda kuch chiqarishimizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Xo'sh, aziz to'rdoshlar, naq maydondagi mehmonlar. Bugun Abdusalom doktor boshchiligidagi Erkamal shirkatininki 6 yillik musobaqasiga birlikda qizg'in suhbatlarimiz bilan tantana qildik. Ishonmanki yana bundaq suhbatlarimiz, mulohizalarimiz uzilib qolmaydi. Merkezi şehir Ürümçi'den orun attı Erkamal şirketi. Bunun keyin uçuruşup duruşumuz mümkün. Kıymetli vaktini çıkarıp Erkamal şirketininki terakkiyatıga birlikte çağrı tedbir gösteriyotgan ustozlarımızga köptün köp rahmet eytimiz. Hemminlarninki teniga salomatlik tilayman. Hemmimizge sağlamlık yar bolsun. Shundaqla sağlamlık izleyen iste'molchilarimizningki Erkamal salonini qo'shilish orqali texmo atrofliq ilmiy bo'lgan kasbiy savodlar orqali o'zining sog'lomligini kapolatlantirishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Xo'sh, hurmatli to'rdoshlarimiz, aziz mehmonlarimiz, bugun an'anaviy chog'imiz bo'lgan chog'ning 3-kuniga nihoyat yaxshi suhbatlarimizda aql chaltiryapmiz. Bugun aziz mehmonimiz sifatida o'zining qimmatli fikrlarini bergan Muhammad Sulaymon Izdam muallimning yangi havaslarini biz anglab kelyapmiz. Yaqin fursatlarda naqshlarini chiroyli aytilyapti. Bugun mehmonlarning bir hurmatiga, Erkamalning 6 yillik bir tantanasiga birer lirika o'rinlab bas degan bir umid turyapman. Ustoz san'atkorimiz bizda vaqt qo'shashganmish Mahmud Sulaymon san'atkorimizning bir naqsini bek yaxshi ko'rma. Shuni o'qib beray. No'ruz gulim. Çaşlarının ürümleri tal tal bulsun men için. Kaşlarının egimleri hilal bulsun men için. Kirpigimden kanat yasa pervaz qilib uchayrasa osmoning tog'ni suydek zilal bo'lsin men uchun. Kirpigimden kanat yasa pervaz qilib uchayrasa osmoning tog'ni suydek zilal bo'lsin men uchun. Bağındaki güllerin
şamal ilip kelgen yitlerimni bergin bana sana aşık yollarımda ümidimni yar iteyim salkın şamal inip kelgen yitlerimni bergin bana sana aşık yollarımda yüreğimni can iteyim sana aşık